Siz xonadoningiz penoblok bo'ladimi, gazoblok bo'ladimi yoki g'ishtdan shikaturka qilinganmi, farqi yo'q. Bu fasad turi barcha mana shu sanab o'tilgan xonadonlarga tushadi. Endilikda mega aksiya bo'lyapti. Shoshilasizlar, ya'ni qishda birinchi kuniga Gipki Kamen mahsulotlari ishlab chiqaruvchi To'lqin akamiz sizlarga qish fasliga chiroyli aksiya qilyapti. Sababi mana shu salgina puli yetmayotgan akalarimiz qishda qolib ketmasin degan maqsadda o'zlarini hisoblaridan xullas sizlarga aksiya qilishyapti. Ya'ni mana shu ko'rib turgan fasadlaringiz oldinlari 90 ming so'mdan 95 ming qilingan bo'lsa, hozirda ertadan, ya'ni 1-dekabrdan 80 ming so'm. Penoblok, gazoblok bilan qilingan xonadonlar 120 mingdan 130 minggacha qilingan bo'lsa, ularda esa 110 ming so'mdan qilib berishda aksiya e'lon qilishdi. Faqat aksiyada chegaralangan. Xullas, bu aksiyamiz o'rtoqlar Qorbobo aksiyasi deb nomlaymiz, chunki To'lqin akamiz 1 oy mobaynida sizlarga mega aksiya qiladi. Zaявkadan berib qo'yasiz. Agarda bu yil qildirmoqchi bo'lmasangiz ham zaявka berib, zaklab bersangiz, xudo xolasa 2026 ga ham bu amal qiladi. Endi esa mana shu bitgan xonadonni Qiziriq tumanidan sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar. Ma'lumotlarni esa To'lqin akamiz o'zi sizlarga sekin-asta aytib boradilar. Xonadonga bitta baho berasizlar, o'rtoqlar, juda chiroyli chiqqan. Mana svetlari ham chiq, biz kelganda yonadi. Yaqinda to'y bo'libdi. Hamma uyda mana shunaqa uylar remontlari bitgandan keyin faqat to'ylar bo'lsin, to'ylarga xizmat qilsin mana shu xonadonlar. Faqat yaxshi kunga. O'rtoqlar, oq rangi qora. Chiroyli fond berishgan. G'isht rangi, buni 12likmi, 15lik qilishgan. Xohlagan fasoningiz bor. Tagi qora. Kafelarning o'rniga ham xuddi mana shunaqa gipkamenlar qildirsangiz bo'ladi. Xonadonning ichiga kiramiz. Juda katta xonadon. Mana To'lqin akamiz ustalarning ishini reviziya qilib yuribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda Umid Rashidov obunachilari. Mana bugun Qiziriq tumanidan syomka qilyapmiz Umidjon bilan. Bu syomkamizdan maqsad mana shu yangi yilimizga ozgina bo'lsa ham bir chegirma hamda aksiya deb e'lon bermoqchimiz. To'lqin bobo aksiyasi deng. Qorboboni joyiga. Shu har doim yangi yillarda berib yurardik aksiya. Bu yil ham har yilgi an'anaga olgan holda bermoqchimiz. 12% desak ham bo'ladi. Endi aytganda 90 ming, 95 ming qilayotgan ishimizda 80 ming so'mdan 1 oylik aksiya berdik. Mana yangi yilgacha. Xohlaganlar keyingi yilga 26-yilda qilaman, yo bahorda yo yozda qilaman deganlarga ham amal qiladi bu aksiyamiz. To'lovni uchidan avans berib qo'yib, yozdirib qo'ysa, shunday. Keyingi yil davomida ham qilaversak bo'ladi. Ko'rmanasini berib qo'ysa bo'ldi. Ixtiyoriy. Agar yangi yilgacha qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol qilib berish sharti ham bor. Qilib beraveramiz, farqi yo'q. To'lqin aka necha kvadrat bo'ldi obsha? Bu uyimiz 210 kvadrat. 210 kvadrat bo'lgan 90 ming so'mdan qilib beramiz. Zo'r. Hamma narsa ichida. Aboyi, kafilliklar, hamma mahsulot o'zimizdan-da. Uyda egalarda har doimgidek shu bitta shonon, osh-ovqat, keyin lesa, bitta ikkita kamplik bo'ldi. Qolgan hamma narsa o'zimizdan. Hozirgi berayotgan 80 minglik aksiyamiz ichida ham shu narsalar bor, hammasi. O'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Uyning egasidan shu faqat choynon, lesa beriladi, bo'ldi. Chunki endi lesani hozir ko'tarib yurishimiz ne stoyt? Hamma mahallada bor-da. Surxondaryo bo'ylab endi lesa ko'tarib yurish haqiqatan ham o'zi kunlik tursa 5 ming, 10 ming so'mdan turadi. Shunday. Stollar ham tez ishlashadi. 3 kun, 4 kunda bitadi ham 200 kvadrat. 200 kvadrat endi 4-5 kunda. Hozir kunlar sovuqligi sababli sal 1 kun, 2 kun yozga qaraganda sal cho'ziladi. Kun qisqa. Kun qisqada. Ustalar maza qiladigan vaqtlar kelyapti. Ishni boshlab olguncha ham o'zi quyosh chiqib, 8-9 bo'lmasa, o'zi qizishish qiyin. Shunday, Stolar reaksiyaga kirguncha. O'zi tanadagi haroratga tashqaridagi mana ish kiyimlarni moslashtirib olguncha ham o'zi soat 9 bo'ladi. Ertalab ancha sovuq bo'lib qoldi. Mana o'rtoqlar, darvozaxonamiz chiroyli bo'lgan. Surxondaryo bo'ylab aksiyamiz davom etadi. Mana ertadan xudo xolasa boshlanadi. Qashqadaryolardan ham agar qiziqqanlar bo'lsa, Qashqadaryolarga ham shu aksiyamiz o'tadi-yu, faqat yo'l kiralariga ozgina qo'shiladi. Nima bo'ladi? Hisob-kitob bo'lishi mumkin. Chunki Qashqadaryo yaqin joyimiz, borib kelish o'zi. Lekin material bilan usta haqqimiz shu hamma narsamizning narxi 80 ming, u yoqqa ham distribut qiladi. Faqat yo'l rasxotini qilib bersa bo'ldi. Balkim 10 ming qo'shilar kvadratiga, balkim 5 ming qo'shilar. Shundayda endi. Metanchani quyib olib, bitta metan deganda hozir metanlar ham o'sha tanqis bo'lib boshladi, sal sovuq tushdi. Shunday. Qish kelganda hamma narsa totila boshlaydi, lekin ustun narxlari tushib ketadi. Eng qizig'i. Keyin qarang, yana ham bitta narsa, biz hozir aksiya berdik.
deb materialni nimasidan qisib yo sifatini arzonlashtirish maqsadimiz yo'q. Unday narsani qilmadik shu yilgacha, qilmaymiz. Endi ayrim sabablarga ko'ra aksiya beryapmiz. Biz ham o'zimizdan emas, biz xomashyo olamiz u yoqdan. Xomashyo oladigan joylarimiz ham bizga nisbatan ozgina sharoit qilib berganligi uchun shularni ham inovatga olib, sraz biz ham bu yerda aksiya beryapmiz. Video boshida aytganim, ko'p kishi to'y qiladi, tadbir qiladi, qurilishga puli yetmay qoladi. Shular qishga, sovuqqa qolmasdan hozir havo yaxshi, tezroq bitkazib olishsin deyapti ular ham. Keyin Umidjon yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, shu boyagi yo'lga qo'yyapmiz, qo'yib bo'ldigan pashti. Muddatli to'lovga. Oldin ham bir aytib o'tdik. Hozir yana ham buni kuchga kiritdik. Shu vaqtlar ham qildik, muddatli to'lovga uylar qildik-ku. Yana orada bir nimalar bo'ldi, ozgina hujjat ishlari. Hozir Yana davom etadi-ya? Yana davom etadi. Muddatli to'lovga xohlovchilarga ham qilib beramiz. Shartnoma qilinadi. Shunday. Shartnoma asosida o'rtoqlar borasiz. Faqat plastik pasport kerak bo'ladi. Borib, shunday. Limitingiz bo'lsa bo'ldi. Shartnoma qilsangiz, uylaringizni bular remont qilib beradi. Bular esa o'sha shartnoma olingan joydan pullarni olishadi. Siz bank bilan o'zingizda muomala bank bilan xohlasa 1 yil, xohlasa 2 yilda mayda-mayda qilib bo'lib to'lab ketaveradi. Shunday qarz uzilib ketadi. Foizlarini bank chiqarib beradi. Qarz uziladi, xotin yonga qoladi deydi-ku, shundayda. Mana. O'rtoqlar, telefon qilasizlar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Surxondaryo bo'ylab va O'zbekiston bo'ylab ham qilib berish xizmatlari bor. Xayr, salomat bo'lasizlar, o'rtoqlar. Tez bu videoni fasadini bitkazolmay nima qilay deb yurganimga imkoni boricha aksiyadan foydalanib qoling. Shunday. Bu uchun like bosib, do'stlarga ulashib qo'ying. 12% deganimiz 10 ming so'm degan bilan ham 10 ming so'm ham normal summa bo'lib qoladi, yig'ilsa-da. 200 kvadratmi mana shu? 210 kvadrat. 210 kvadratingiz 10 mingdan hisoblang 2 million 100 bo'ladi. Ana. 2 million 100 ham endi normal nimada? Shuni siz cho'ntagingizdan olib uyda egasiga berganday bo'lyapti. Uyda egasiga berganday bo'lyapmiz. Mana. Imkoniyatda endi. Ana imkoniyat o'rtoqlar. Shoshilasiz, aksiyada mana 1 oy davom etadi. 1-dekabrdan 31-dekabrgacha zayavka ham olamiz. Qilaman deganlarni qilib berishga ham harakat qilamiz uyni sirazi qishgacha. Agar yo'q, men bahorda qilaman deganlar uchidan zalog berib yozdirib qo'yishsa, keyingi yil davomida qilaversin, farqi yo'q. Xohlasa bahor, yoz, kuz, qish oldi deydimi? Xullas 26-yil tugaguncha shu distribut qiladi. Aylanib yotadi. Bo'ldi, hali fundament qoladi. Fundament qurgan bo'lsangiz ham zaklab bersangiz hisobga. Xohlasa chunki o'tgan yil yozda ko'tarib ustini yopib, kuzda qilib olaversin. O'tgan yilgi aksiyada olganlar ham bu yil bitkazdi. O'tgan yil aksiyalar ham bu yil bitkazdik. Shunday. Bo'ldi. Salonga yozib qo'yiladi. Tamom. Sog' bo'ling, To'lqin aka. O'rtoqlar, kimga kerak bo'lsa tez telefon qilasizlar, chunki chegaralangan. Nasib bo'lsa, foydalanib qolsangiz, aytganlaridek 200 kvadratga 2 million, 300 kvadratga 3 million siz bonus olasiz.